Hammaga salom do'stlar. Men bugun yangi video boshladim. Bu ikkinchisi bilmaganlar uchun. Xo'p, men Vanblog o'rnatgan edim. Har xil olamlar bor Vanblog. O'zimizga. Xullas, men shuni davom ettirmoqchiman. Bugun Nezir olamiga hujum qilamiz. Mana men topgan narsalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu videoni to'xtatmay zombi qo'lyapti. Qasr qanaqadir, o'rmon joy va dragon do'stlar, dragon. Bu qanaqaligini bilmadim. Bu toshli zona, bu kuzgi joy. Xullas, men mana shu zonada mana bu dragonni yo'q qilmoqchiman. Keyingi qismda dragonga o'tamiz do'stlar. Hozirda bo'lsa Nezirga o'tdik. Nezirni hozir tamomlab, to'liq oltin yig'ib, keyin bu yerga o'tamiz. Dragon portaliga o'tamiz. Xullas, tilim kelishmay qoldi. Zombiga o'tirib, zombi shumami tayyor. Tushib ketdi. Endi asta-sekin bormasam juda ham qiyin bo'lyapti. Xullas, yana bitta narsa. Kim qaranglar. Ronaldo va Messi muxlislari bor. Javob beraman bunga. Hop, Ronaldo deganlar obuna bo'lamiz. Messi deganlar like bosamiz. Buni qanaqa qilib kim zo'r, kim kuchli, kim ko'pligini bilib olishni meni kanalimga kirsanglar. Obunachilar Ronaldo degan bo'ladi, obunachilar like'lar bo'lsa Messi degan bo'ladi. Xullas, obuna bo'lgan bo'lsangiz juda yaxshi. Men ham Ronaldo deyman. Xullas, davom etamiz. Endi mana shu yerdan takrorlamanmi yo'q. Tushib olamiz pastga. Bitta blok, bir dona blok kalash olishim kerak. Hop, ana ulashdi. Bu sandiqni ham ochganman, mana narsalarim. Mana bu yerdagi oltin narsalarni, hatto olmoslarni ham, diamondlarni ham qazib olganman. Yetib keldik. Hop, tushib ketmasam bo'ldi mana. Hop, mana shu yerda oltinlarni qazib olaylik birinchi o'rinda. Bizni videomiz yaxshi ketyapti. Hozirda bizning vaqtimiz faqatgina oltin yig'ish va ko'proq blok yig'ish. Nima deganda, ana mana shu narsalar nima ekan juda qiziqaman-da. Nima qilsa bo'ladi shunda. Oh, yaxshi ketyapti. Oltin. Mana shu oltin qanaqa oltinga aylantirsa bo'ladi. Oddiy o'zimiz oltinga mayda emas. Mana shu ham o'zida ham kuchli bo'ladi. Lekin men Nezirga boraman baribir. Bu narsalarga juda ham yaraydi. Bundan ham to'lasak. Tushib ketdi. Uy, sal qoldi. Obyalarni qolmaylik. Tepaga chiqib endi Nezirga boramiz. Oltin qoldimi? Qolmadimi? Mana bu narsani olaman. Oltin bor, hali oltin bor. Legendarni kirgan. Bu kirgan qayerdan oldi deysizlar? Bu kirgan sandiqdan chiqdi. Qaysi sandiqdan deysizlar? O'tgan videoni ko'ringlar, dars qilib Xo'p, mana shuncha oltin. Ikkita oltin bo'ldimi? Ko'ramiz. Yo'q, hali bir saga vaqt yo'q. Bu tirmaylik berib yana qaytib chiqib kelishga to'g'ri keladi. Bitta oltin, bittamiz ikkita. Uchta emas. To'rtta yo'q. Mana men tepadaman. Keyin nimalarni turishim mayli. Shatta. Keyin olay. Asollarim juda ko'p, lekin mana shuni olay. Juda zo'r bo'ldi. Eng kuchli zirh qildim. Ketdi endirga do'stlar gol. Bu yerdan endirga o'tadi. Tushunasizlarmi? Ender zonasida ender kartondan kirib ketdim. Qo'ya. Keyingi videoda dragonga o'tamiz. Dragon do'stlar. Oh, yaxshi. Normalniy joyda spawn bo'ldim. Bu safar. Mana qatga tushdim. Oh, skelet ana joyda. Di. Darshim qo'shib bo'ldi. Anoga nima bor endi? Balki tug'ilgandan oltin ko'rdim. Anoya meni ko'rdi.
Men kerakmi qolsin. Hop. Open. Ana söyledim. Fotoğrafı da getirdim. Nasıl open hiç nasıl nasıl? Evet çıkıyor o zaman. Sequence'ler. Ender qani ender. Mana ender. Ender'e ketdi. O'rdaylar bloklarni noldan o'zim yig'dim. Va to'g'ri o'ynagandim degani famblokda o'ynagan kurslar 1 soat qazdim. Shu mehnat qadrlagan holda obuna bo'lib qo'yinglar. Aytmasam 100 ta bo'laylik. Mana shu videodan so'ng. Qarasizlar, Ronaldo deganlar obuna bo'lamiz, Messi deganlar like bosamiz. Keldik do'stlar. Mana shu nima? O'yna. Qishloq qiz do'stlar, qishloq qiz. Eng qiziq joyi. Nima, menga farqi yo'q. Ender Dragon portal. Portal qani? Portal bo'lish kerakmi shu yerda? Ana-ku portal. Portal mana. Bizga endi Ender ko'z kerak. Oldin mana shu yerga chiqib oling. Shu sel. Xo'jamiz bor. Ikon to'liq bizni ta'minlab qo'ydi bu. Yo'q. Faqat bu emas. Mana u kerak emas. Yotoq bizga juda kerak. Oyoq kiyim, qilichlar vashsha kerak. Gul nima kerak bizga hozir? Mana bu blok nima kerak? Bu nima kerak? Mana bu-chi. Yana nima kerak? Nima kerak emas bizga hozir? Qolgan hammasi kerak emas. O'char. Bo'ldi ana. Endi sizlarga men o'zimni go'zalligimni ko'rsataman. Bu bor ekan-ku sizda. Tashlab ishtonmak. To'liq zirhlanganman, hali ishtonimni kiymagan bo'lsam. Zat olmasdan kiygan ekanman. Mana do'stlar, men qanaqaman? Hattoki Ender kuzam berildi bizlarga. Bemalol hozir borsak bo'ladi do'stlar. Boltani olamiz. Mana. Ana shunaqa. Do'stlar, endi biz Enderga bemalol seviladi, ketdik. Men bir ikkita zombi o'ldirdim, odam asabiga tegdi. Videoni o'rtasida. Enderga salom deylar do'stlar. Enderga keldik. Bloklarni olaylik. Enderda bor ekan-ku. Yo'q tushma. Ender shunchaki ochiq ekan-ku.
Ender ko'zsiz menga nima uchun berildi hozir bunda? Hop, siz bilan xayrlashib o'raylik. Xayr. Hop, do'stlar ketdik. Do'stlar, unda biz dragonni yo'q qilishga boramiz. Ye. Men shaqacha chiqdim, mana shu yerda ko'rmadimmi? Bo'ldi, qaytamiz. Desam, yo'q qaytmaymiz. Meni amarsa bir ketdik bo'ldi. Bitta. Dragonni o'ldirmasdan qaytish yo'q, do'stlar. Hop, qaytib keldim. Qatta spawn bo'ldim, do'stlar. Qattaman men. Hop, ketdik. Olish uchun o'zini blogidan foydalanamiz. Yotoq kerak, tezroq, qani yotoq. Keyingi qismda mana shu videoning davomini chiqaraman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qism bundan ham qiziqarli bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Mening kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.